tilingni tarbiyalashdan burun qalbingni tarbiyalagan. Chunki so'z qalbdan kelib, tildan chiqadi. Mehmon keladigandek uyingni, o'lim keladigandek qalbingni pokiza tut. Gül çiçekning chiroyliqligi uruqidan, insonning go'zalligi bo'lsa, qalbidan bo'lar. Har qanday kelishmaslikning hikmatini bil. Har bir kechini qadr kechisi kabi bil. Har bir mehmonni Xizr deb bil. Mehr muhabbatda quyoshga o'xshash bo'l. Do'stlik va qarindoshlikda oqqan suvga o'xshash bo'l. Birovning xatoliklarini yepishda kechiga o'xshash bo'l. Kamtarlikda tuproqqa o'xshash bo'l. Ochiqin kelganda o'likdek bo'l. Qandoq bo'lsang bo'l, yo bo'g'iningdek ko'rin yoki ko'ringiningdek bo'l. Boshqalar sirtini zinnatlasa, sen ichingni zinnatla. Hammaylan boshqalarning aybini aytish bilan ovora bo'lganda, sen o'zingning ayblari bilan mashg'ul bo'lgin. Biror gunoh ish qilib qolganingda darhol tavba qilgin. Inson suvga tushib ketganligidan emas, suvdan chiqolmaganida tunjiqib o'ladi. Oy fikring so'zlaringga, so'zlaring harakatingga, harakating hayotingga ta'sir qiladi. Esil fikr qilib, esil yasha. Agar sen hayotlik izlasang, bilginki sen o'zing bir hayotlik tursan. Agar bir burda non izlasang, bilginki sen o'zing bir burda nondursan. Ichiga minglagan ma'nolar yoshirilgan bu so'zning ma'nosiga aql yugurtsang, oxirida bilasanki, izdigining aslida sen tursan. İman etgan kishilar ibodatlarini Alloh buyurdi deb qilar. İman etmagan kishilar bo'lsa, boshqalarga ko'rsatish uchun qilar. Bundaq nadan kishilarning beshiga to'pichach. Ajr qil, bilim ol, xizmat qil. Ammo qat'iy bekor qilma. Oq ko'ngil kishilarga qul bo'lish podshohning beshiga toj bo'lishdan yaxshidir. Ey inson, har qancha tangri teg'idek egiz bo'lsangmi, kepanga patadigan darajada kichik tursan. Shuni unutma. Har qanday bir narsaning hisobi bordir. Qanchalik qayg'urtgan bo'lsang, shunchalik qayg'urasan. Kulga aylanib ketgan bo'lsang, qaytadan gulga aylanishni saqla. Shundaqla o'tmishda qancha qatim gulga aylanganingni emas, qancha qatim kullar orasidan tug'ilib, yangi ochilgan gulga aylanganingni o'yla. Agar hamma yerda bo'lsam bo'ladi deydigan bir tiliking bo'lsa, ko'ngillarga singib kirgan. Chunki oshiqlar ma'shuqini ko'ngillarda to'shiydi. O'xshash tilda so'zlashadiganlar emas, o'xshash tuyg'ularni o'rtoqlasha oladiganlar o'zaro tushunisha oladi. Ey ko'ngil, eng ochiq dora ayrilib turishdir. Chunki uning ichida oshiqqa o'xshash bir shifo yoshiringandir. Oshiq davoga o'xshaydi. Jafosi bo'lsa guvohchiga. Agar guvohching bo'lmasa, davoda yengolmaysan. Haqiqiy oshiqning qandoqligini biladigan qalb bir tomchi suvga hurmat bilan qaraydi. Aql butun mangadigan yo'llarni bilsa-mu, yanala oshiqning yo'lini bilolmay gangirgan peti qal. Oshiq poyonsiz dengizga o'xshaydi. Yo boshlanishi va yoki oxirlashi bo'lmagan. Dedilarki, ko'zdan yiroq bo'lgan ko'ngildan yiroq bo'lar. Dedimki, ko'ngilga kirgan ko'zdan yiroq bo'lsa, nima bo'lar? Quruq tilakni qo'y. Daraxt qolgan urug' ko'mir. Shaxsiyatchilik ko'zga taqalgan ko'z aynakka o'xshaydi. U ko'zlar qayerga qarasa, o'zidan boshqa hech kimni ko'rmaydi. Ko'nglim tilimga xafa, tilim ko'nglimga xafa. Ko'nglim tuyg'ularni his qildiranmaganlik uchun ochiqlaganda tilimga. Tilim bildiranmagan narsalarni o'ylaganlik uchun ochiqlaydi ko'nglimga. Nadan odam gulning chiroyliligini ko'rmas, balki tikinini ko'rar. Ahvol qandoq bo'lishidan qat'iy nazar,
bəgən əziyetin və ağan qayg'urun vaqti kelganda bir aynak parçasidimi bakrak ittikdir. Oxirida qaytib berib ustiga dasaysan. Xotirjamsizlik va muhtojlik aniqla bir gunohning jazosi. Xotirjamlik va huzur bo'lsa bir ibodatning mevasidir. Hayotda ikki dunyo bor. Birinchisi mavjudiyat dunyosi. İkincisi bo'lsa ma'naviyat dunyosidir. Mavjudiyat dunyosi kunduzga o'xshash. Bo'lgan ishlarni ro'shan ko'ra olaysan. O'zingni osonlik qo'lingga tutqizib qo'ydi. Ammo ma'naviyat olimi bo'lsa kechiga o'xshash. Uni tepish uchun cho'qim ko'ngil chiriqingni yiqishing kerak.